Izboskan tumani hokimi Abrorbek Ahmadaliyev aholiga, ommaga ijtimoiy tarmoq orqali o'zining telefon raqamini ochiqdan ochiq ayta oladimi? Bugungi kunda hurmatli prezidentimiz topshiriqlarga asosan xalqimiz bilan ochiq muloqotni olib bormoqdamiz. Telefon raqamini bemalol xalqimizga ayta olaman. Telefon raqamim 77lik 271 51 00. Demak, mana shu raqamga aholi bemalol telefon qilishi mumkin. Bemalol telefon qilishlari mumkin, faqat bitta iltimos bo'ladi. Hurmatli prezidentimiz o'tkazilayotgan yig'ilishlarida, viloyat hokimimiz o'tkazayotgan yig'ilishlarda ko'tara olmasligi mumkin. Qolgan vaqtda to'liq telefonim ishlaydi. Avvalbek, bir kunda sizga qancha telefon qo'ng'iroqlari bo'lib turadi aholida? Bir kunda telefon qo'ng'iroqlari to'g'risi boshida 50-60 dan bo'layotdi. Hurmatli prezidentimiz topshiriqlaridan keyin shahar tuman hokimlari xalq qabog'ini mudirlari bo'ladi deb topshiriq bergandan keyin biz o'zimiz fuqarolarni har kuni ertalab qabul qilishni boshladik. Shundan keyin murojaatlarimiz kamayishni boshladi. Hozir bugungi kunda 20 tadan 30 nafargacha fuqarolarimiz telefon qiladi o'zlarining murojaatlari bo'yicha. Asosan tushadigan murojaatlar mavzusi nimada bo'ladi? Asosiy murojaatlarimiz endi mahalladagi kommunal soha bo'lishi mumkin yoki o'zlarining shaxsiy muammolari bo'lishi mumkin. Bolalar nafaqasi, shu kabi boshqa masalalarda murojaat qilishadi. Bugungi kunda Izboskan tumanini qiynab kelayotgan eng katta muammolardan nimalar sanash mumkin? Bugungi kunda endi muammolarimiz ko'pini hurmatli prezidentimizga katta rahmat. Mana bu yilning o'zida Izboskan tumanida 7 ta mahallani og'ir deb tanlab olganmiz. 7 ta eng og'ir mahallalarimizni hurmatli prezidentimiz tomonidan mablag' ajratib berilgan. Har bitta mahallamizda elektr ta'minoti, oqova suvi, yo'llariga har bittasiga mablag' ajratilgan. Bularda hammasida ish ketyapti. Bular shu aholilarimizga kelib tushgan murojaatlarga asosan bu mahallalarda tanlab olganmiz. Bugun bu fuqarolarimiz kayfiyati ham, o'zlarining hayotga bo'lgan boshqa yo'nalishlari ham hammasi kayfiyatlari juda zo'r. Bundan tashqari yana hurmatli prezidentimiz viloyat hokimimiz topshirig'iga asosan bundan tashqari yana 2 tadan og'ir mahallalar tanlab oldik. Bunda 7 ta bo'lsa, 2 ta 9 ta eng og'ir mahallalarimizni tanlab olganmiz. Hozir bularda hammasida ishlarimiz ketyapti. Aholi tomorqasi bo'yicha, aholi xonadonlari bo'yicha, o'sha mahalladagi elektr muammosi bo'ladimi, ichimlik suvida ham muammosi bo'ladimi, ichki yo'llarda ham muammosi bo'ladimi? Har bittasiga hurmatli prezidentimizga katta rahmat. Mablag'larni ajratib bergan, shu yerda ishlarni tashkil qilyapmiz. Mana qish mavsumi yaqin. Sovuq mavsumda aniq va demadimiz joriy muammolar paydo bo'ladi. Siz bilan Vodiy 1 orqali keng aholiga ochiqdan ochiq onlayn tarzda ochiq murojaat qilishga tayyormisiz? Tayyormiz. Katta rahmat. Yaxshi kunda ko'rishaylik.